Ramazan yazmaları. Birinci bab. Ramazanға kirivatimiz. 7. bölüm. Şundaqdımı yeni hoş geldin. Ramazan Allah bekitken kun tertiptin biri bulup, o mühmillerden bir ay boyunca uşaq yoki kundalik meseleler bilan meşgul bolmasdan Allah belgilab bergen kun tertipga ahamiyat berishni talab qiladi. Ramazan bir ichki dunyoni barpo qilish safarbarligidir. Ramazan inson doim sal qargan ichki dunyosiga atlanadigan safar uchun eng muvofiq bir payt. Ramazan nafsni tarbiya, ruhni poklash va shaytonni qo'g'lash mezgilidir. Ramazan 4 qirliq moddaga 5 bir qirni qo'shish uchun insonga berilgan bir fursatdir. Birovning o'zidan bakrak boshqalarga ko'ngil bo'layotgan bir dunyoda inson o'ziga qarashni unutib qoladi. Birov o'zini qo'yib boshqalarni qutqizib olish uchun g'ayrat qilayotgan vaqtda inson yanada o'zini unutib qoladi. Ramazan 1 yil bo'yincha o'tni o'chiramiz deb kaynidan qo'g'lab, hatto o'tni boshda o'zi qo'yib o'tib, ondan o't o'chirman deb hapilishayotgan o't o'chirgichining o'ziga tutashgan o'tni o'chiradigan mezgilidir. Ramazan hayotning aldirash va qalaymaqan qistangchiligida 1 yil bo'yincha yurgan insonning o'zini tekshirib, tuzitish va o'ngshash, xatoliklarni bayqash va o'zgartib asliga qaytish uchun eng muvofiq vaqt. Vayron bo'lmaydigan qimmatlarni vayron qilgan, ya'ni sekular, dinni ijtimoiy hayotning sirtiga chiqarib tashlash, mantiq va bu mantiqining shifosi tepilg'usiz tezgahlardan biri. Ramazanni an'anaviy bayram, ro'za hayitni kamput bayrami, Qurban hayitni go'sht bayrami deb bizga tunishtirishdir. Ro'zani kundalik hayotning muhim ishlar tartibiga olganlar uchun bir rahmat va mag'firat yomg'iri bo'lgan Ramazanni iftornini va suhurliq dumbaq ovozi adabiyotiga qurban qilib o'tish asli mohiyatidan yiroqlashtirishdan boshqa narsa emas. Ramazanni aslida dunyoga berilib ketgan hayotimizning yangidan dinga yuzlanishi va Allah ishqining bir tarafini qo'shib olishimiz uchun tepilg'isiz bir g'animat deb qarash kerak. Mana bu dal o'zimiz bilan tanishishning payti. Islom ummati yashagan joylarda qon va ko'z yoshi to'xtamay eqiyotidi. Musulmonlar xalqaro va yerlik kufr alining qisqashlarida dunyoviy va yerlik kufr ahli hammasi birlashib bir mushqa aylanib islomga va uning universal qismatlariga hujum qilishmoqda. Islom ummati parcha bo'lib ketgan bo'lib, har bir parchaning beshiga balo bo'lgan millatchi davlatlar va diktator hokimiyatlarning zulmi davom qilyotidi. Tafakkurlar palach, ilm ko'r, hikmat yo'qolgan, o'g'irlar ma'mur. O'limalarning nomussiz kishilarchilikmi yurik yo'q. Mushundaq bir zamonda kelding, ey Ramazan. Xush kelding, lekin xushalliq topolmading. Xo'shlik topolmading, chunki islomga islom dushman. Musulmonning musulmonga taqat yo'q. Kipinak galastoqliq mollalar, riyakor hojilar,
feminist, ya'ni g'arbcha ayollar huquqini tashabbus qilg'ichi hadillarimiz bor bugun. İmanlarga illat, mühminlarga zillat hamra bo'ldi. Ba'zilar dolmuş, ya'ni minibusqa chiqayotganda, ba'zilar dolmuşqa tosh etyotidi. Balısının tuncuqishini tamasha qilayotganlar jasadini bo'lishib bo'lolmay avar. Mehr shafqatni bilmay musulmon bo'lganlar bor. Bilarmanlar, shakilvozlar. Yiroqdan boshquriladigan bombadan keyin yiroqdan boshquriladigan minglar maydonga keldi. Yanto qarg'anlar xatolikni qanday qarg'anligidan emas, qarg'an narsalardan izlaydi. Karamati o'zidan boy g'ojamlar, apandilar, zotlar 5 qadam atlash uchun halabni yaratmay, amdi olam bo'shliqiga chiqmoqchi bo'lyotdi. Yer yuzining shu qurg'oq paslida cho'lga aylangan ko'ngil lavlari chanqab yerilib ketdi. Ey rahmat ey Ramazon, bizning mushu holimizdimi yanada xush kelding.